ijodi 1959-yili 9-ayning 26-kuni Yoshino yerim orolda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan bo'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Teptiş amaldori Nobitoga baloyi ofatlar orqa-orqadan kelishga boshlaydi. Naokoning yolqinlab turgan mehri muhabbatidan ta'sirlanib, to'g'ri kasb bilan shug'ullanayotgan Shimazaki o'z qizi Yizimikoni sig'inib, yana bir qitim o'zi bilgancha ish ko'rmoqchi bo'ladi. Nobito Shimazakining hech kimga ishonmasligini keltirib chiqarayotgan tub sababni uqganda, Shimazaki Naokoni elib qochib ketishga tayyorlanayotdi. Nobito uningga qancha nasihat qilsa kar qilmaydi. U oxiri Shimazakiga mush etishga majbur bo'ladi. Shuning bilan Nobito o'z qo'li orqali taqdirini o'zgartirdi. Mushtum bilan sizga o'xshashla oddiy puhraga aylandim. Sizni qandoqmi oddiy puhra degili bo'lsin? Oddiy puhra degan azaldan nom-manfaat qo'llashmaydi. O'z irodasi bo'yicha tirikchilik qiladi. Sizdek boshlig'ining chiroyi qilib ish ko'rishini bildigan amal emasdansiz. Shunda qila olamsiz, ha? Gapimga obdan quloq soling. Davlat sizga haqiqatan uvol qildi. Jamiyatdami ba'zi kishilar sizni masxara qilib kamsitdi. Biroq hadislar taqdirdan kishilardan og'rinib yursangiz nima foydasi? Kun bo'yi haqni qag'ab, nima foyda olasiz? Mening haqiqiy ahvolni aniq bilib turug'liq, hozirgacha bir amaliy harakat qo'llanmasligim, hargizmi sizning qizingizni ko'zda tutganligim uchun emas. Naokoning qishingizda turishi siz uchun foydali. Chunki men uning sizning ro'yi dunyoingizni qutqiza oladiganligiga ishonaman. Men o'zimga tutgan mardona odam. To'g'ri, sizmi odam? Biroq hech kimga ishonmaydigan odam. Halbuki siz bir mahal bu bolaga bütün ish bag'ringizni to'kkan edingiz. To'lib biljirimam. Onunla ish bag'rim to'kkanligimni siz qanaq bilasiz? Shimazaki, sizning qo'riq vaz nasihatingizni anglab zerikdim. Albatta, agar chechingizni tushirtib, to'n kiyib proyib bo'lib, ondan vaz nasihat etsangiz, balkim quloq solishim mumkin. Bunda qilolmaysiz-ku deyman. Siz degan davlatning manfaatiga vakillik qilgan tatish amaldori tursangiz. Shimazaki, menimcha bo'ldi kapshiverman. Esingizda bo'lsinki, bugun siz menga mo'shatdingizmi? Dada. Ketmoqchi bo'lsang, uningga ketaver. Shimazaki. Siz meni qechib ketdi deb qolibsiz-da. Men qandoqmi qilchay, hozir nayt qiziq bir o'yin boshlanish oldida turib tursa. Onu ko'mak nagimi ketay? Dada. Kes ketaversin. Biroq u bunda ketaversa. Shimazakining nima qilmoqchi ekanligi menga ayon. Uni asosan paraz qilib bo'ldim. Qizi Shuaman bir ishni tushungandek bo'ldi. Dadasi o'zining foydasini bir chet qayirib qo'yib, yovi otdek yugansiz chep yurgan Shimazakini bo'ysundirish uchun butun kuchi bilan tirishyapti. Ansirman qizim. Men hozir tangdasiz g'oliblardan bo'lay deb qoldim. Siz Yizimiko va
Shimazaki uchun har qandoq mushkul ish bo'lsa qilishga roziman. Yo'q. Sizning unda qalq tushib qolishingizni ko'rishga qandoqmi chiday olayman, dada? Xotirjam bo'ling. Sizdan o'tinib qolay. Hargiz unda qilmang. Men Shimazaki Naoko bo'lib turaversam, hamma ish besqib ketadi. Shunga men mushundaq yashavarsam, Toshisuke oxiri umidini uzadi. Undaq ahmoqona gaplarni qilmasangiz-chi. Siz degan mening o'z qizim. Siz meni o'z qizining azob chekishiga rozi bo'lib yuraverdi deb qopsiz-da. Bundaq ahvolda odam urg'ichi tekshirish yezib qarshi tarafga noma'qul bo'lsa, ish tugaydi. Kechiring, bir talak versiniz bo'pti ekan. Qonun oldida hammadan barobarligini bir oldinchilik endi. Amaldorlar qonun xiloflik qismi boshqalardan bir daraja yuqori turdi ekan. Gapni avutma. Hozir maqol qabul qilgan vaqt bo'lib qoldi. Nobuto, sizning ko'nglingizni tamamen tushunaman. Chunki siz burundilim shunday odamda. Endi bu ish mushakchi bo'lsa bo'la. Shimazaki hozir toza g'aljirlashmoqda. Onun shunday chaqda taqobil turmay. Qachongacha kutasiz? Lekin men siz Shimazakining qizidan asravatsiz, shundaqmi? Bunda qilishingiz behudavarchilik. Behudavarchilik? Shundaq. Behudavarchilik. Boshqalarning qizi uchun o'zingizning yurak paringizni qurbon qilishingiz butunlay hajatsiz. Hamma odam o'zini va oilasini baxtli qilishni o'ylaydi. Shunga har qanday kishi boshqalarga ziyon yetkazib kelishini saqlash kerak. Agar kimdir-kim boshqalarga ziyon yetkazadi ekan, jamiyat uni jazolaydi. Mana bu qonunning chiqish nuqtasi. Boshqa chiqib aytganda, qonun shaxslarni va ularning oilasini qo'g'dash maqsadida borliqqa kelgan. Halbuki siz bo'lsangiz bu nuqtani astin ustun qilib o'tibsiz. Sizning qarshingizcha o'zimning manfaatini qo'g'dash uchun boshqalarning o'latirilishi bilan karim bo'lmasa bo'ladi ekanda. Ba'zi allohda shunday qilishda muxolif o'g'il bo'lmaydi. Albatta, bu boshqalar qasddan ziyonkashlik qilsin bo'ldi deganlik emas. Men uchun aytganda, shunday qilishning o'zi boshqalar qasddan ziyonkashlik qilganlik bo'ladi. Bu nima deganingiz? Mening uyimda turayotgan yezimiko meni o'z dadisi deb taniydi. Agar uni hozir o'z dadisining qishig'i ketkizib etsam, bu uni cho'nqur hanga ittirib etganlik bilan barobar bo'ladi. Yanıla aqlroq bo'g'ingiz tuzuk. Yamagochi efendi sizning ko'nglingizni to'liq tushunish asosida siz bilan bundan keyin ishlar to'g'riliq maslahatlashmoqchi. Yaxshi ko'nglingizga ko'p rahmat. Biroq hozir qanday ahvol bo'lishidan qat'iy nazar, buyruqingizga bo'ysunolmayman. So'roq vaqti bo'lib qopti. Kechiring. Nima degan johil odam bu? Sizni saqiltib qo'ydim. Xenem, bak yaxshi bo'ldi. Oxir uyga qaytib keldingiz. Men qaytib keldim. Sizni avar qildik. Dada. Sizga deydigan gapim batdi. Ehtiyot qiling. Yenil burunqadek turibdi. Eyni bek sig'inib ketdi.
Davatgan gepingizni qarang. Tex emdila yerim ay bo'ldi-ku. En sığınıp sarang bulay dep kaldım. Qani o'ltiring. Aval çoğun dadamның sırtıyı salam berip çıkay. Çoğun dada, ben doktorxanadan qaytib çıktım. Yaxşımı? Dadamның qini bilen muşunchilik boldum. Nәләк berib keldingiz? Qani. Nima demoqchisiz? Shimazaki tarafidan o'ltirib etilgan dadam Yoshimura Kimitaroning ish to'g'riliq so'zlab bersangiz bo'pti ekan. Dadam bilan Shimazaki o'tirisida zodi qanday adovat borligini bilaydi edim. Bu ishni qayta tilga olmaydigan bo'lgandingiz-ku. Shunda qilaymi degandim. Biroq Shimazaki bu ishni zodi unutib ketolmayotdi. Yaqinda Sonokiga borgandim. Shimazakini izlab bordingizmi? Ha. Naoko bilan ikkimizning ishini aytqilib borgandim. Men uningga zarur tepilganda Yoshino degan familiyamdan ketishga rozi ekanligimni aytdim. Toshisoki. Kechiring. Bu kallam qizib ketib deb sağan gap emas. Ondaqda Shimazaki nima dedi? U bu gapimga parvo qilib qo'ymadi. Odamni g'azablantirdig'ini shuki, u texi tap tatmasdan dadamni odam emas deb tilladi. Qani ayting. Dadam haq nima deb tillasi bo'laverdigan odammi? O ziyonkashlikka uchrab 18 yildan keyinmi? Yana til haqoratga uchrag'idek zodi nima gunoh qilgan? Siz bu ishni cho'qin bilmoqchimi? Ha. Ava, dadam qini. Qiraatxonada ekan. Keling. Toshisoki. Manjuriya degan joyni bilamsiz? Bilaman. U Yaponiya Jungoning sharq-shimoliga tajovuz qilib besib olgan chaqda o'zi tiklab o'tirg'a chiqargan bir davlat. To'g'ri aytdingiz. O chaqda nurg'un yaponiyaliklar u yerga berishni orzu qiladi. Ba'zilari nomrodlikdan qutulishni ko'zlab shunda qilsa, ba'zilari g'oyibiy bir davlatni barpo qilish ulug'vor irodasi bilan shunda qilgan edi. Manjuriya yoshlar avangard attirtimi shuning ichidagi bir qo'shin edi. Ularning ichida Shimazaki bilan dadamni bormidi. Toshisoki. Hamma ishdan xabar topgan o'xshaysiz. Takrorlab oltamsami bo'la? Yo'q. Menga texim aniqroq tushuntirib qo'ysangiz. Bu sizning azobingizni eg'irlatadi xolos. O ishlarni demeli qo'ying tepchi efendi. Onu bir ishga gap bilan aniq tushuntirib o'g'li bo'lmaydi. Qani ayting. Manjuriyada zodi nima ish yuz bergan? Siz buni rostli bilmoqchimi? Emis men asosliklarini tanlab uni aytib beray. Rahat paraxatlik makan deganning nimaligini bilamsiz, ha? O dal Manjuriya davlati. Sizdagi yigitning bunda qog'ishda kirganini olishingiz balkim tunji qitimliqdir. Bu gap anlamak chiroyliq, kishilarning nazar doirasini kengaytirgandek, puhralarga shafaat yog'dirib, pani olamdagi jannatni barpo qilgandek bilinsin-mi? Lekin o yerga berib qarasingizlar, boshqa bir dunyoni ko'rasiz. O bepoyon tuproqning hamma yeri urush istuteklari bilan qoplangan bo'lib, bizni kutib turayotgan do'zax kabi turmishkan. Biroq biz yana rohat parag'atlik bayoshat seminning amalga oshishini ham xiyol qilardik.
Yaponiya qo'shinlarining katavashlari nurg'un jo'ng'uliqlarni ramsizlarcha o'ltadi. Hatto bizdek aldab ilib berilgan Yaponiya yoshlarni moshundaq shumliqlarni qilishga majburladi. Ularning ra'yi bo'yicha ish ko'rmasak, tillab haqoratladi. Hatto qiynab badanlarimizni qiymichimi qilyapti. Haqiqiy ra'yat farog'atlik makon degani ana shu edi. 1945-yili 15 avgust Yaponiya urushda mag'lub bo'lganda bu katavashlar bizni shu yerga tashlab qo'yib, o'la tirilishi qaramay, aeroplanga o'ltirib, Yaponiyaga qochib kelib oldi. Ularning ichida dadammi bormidi? Men Sibir yilgi yig'ib olish o'rnida kunlarning birida Yaponiyaga qaytib bora olasam, Moşu qonxo'r katavashlarning hammasini o'ltirib, urushda o'lib ketgan qarindoshlarim uchun intiqomini qasam qilgan edim. Qandoq? Endi xud tushungansiz? Bularning ichida sizning dadangizmi qiymichimi qilib o'ltirib etmasa, zodi bo'lmaydigan buzuq katavashlarning biri edi. Yo'q, siz xato aytyapsiz. Nari xato bo'pti? Ölsimi cinayet tügümenigen katavaşla ulu emas. Yaponiyaning hamı buluk puşqaqlırdı ba. Toshizuki. O obdan oynamasın. Bu şallaq Begzad'ın kalısını silki tutulgan çağı bop qaldı. Öz dadısının ziyankeşlikке uçraş sebebinden xabar tapqan yigit qandaqmı azaplanmay turalısın. Şu tapda bu muhabbet onun qalbini qattiq örtməkdə idi. O chin qalbidan söygen qızının dadısı özünün dadısını qattiq haqoratlamaqda idi. Bu dadı bolsa özünün yardım belgisi bolsa-mı qo'lidan kelmayotganligidan qattiq azaplanıbatdı. Agar o Naoko'nun Shimazaki'nin qizi emasligini onunga aytib qo'yalgan bo'lsa, Toshizuki bir oz bo'lsin g'amdan xalos bo'lib qolgan bo'lardi. Biroq bunday qilish Yizimikoni chunqur hanga ittirib etganlik bilan barobar edi. Kechiring, heliqi Otaki efendi sizni mehmonxonada saqlab qoldi. Siz zat nima qilmoqchi? Yumikonni nega ushirib qo'ydingiz? Xonimingizga bir ish bo'ldimi? Qo'psarlik qilmisiniz-ku. U ballarni tashlab g'oyib bo'lib ketdi. Hamma ishni Naoko bilan ish qilinglar. Murakkablashtirib etdinglar. Otaki efendim. Uning ko'nglida ota bola ish qilinglar ba. Shunga mening ishtilik qilib uni o'qib qo'yganimni bahona qiliblar. Bu gapcha xonimni urg'a o'xshamamsiz. Qo'lim ishtilik qilib urib saptimi? Buningga uning hadislar meni siz bilan selishtirib turib bilish sabab bo'ldi. Balkim siz ortiqcha gumonlangansiz. Yo'q. Hargiz unaqa qilganim yo'q. Uni men tashlab sizning qishingiz qochib kelganligi aniq ko'rib turmamdi. U men bilan aloqalashib boqmadi. Ham aloqalashmaydi. U rostla siz bilan aloqalashmadimi? Rostla aloqalashmadi. Ondaqda bo'pti. Gapingizga bir qatim ishinib qo'yay. Agar uni yoshirib qo'ygan bo'lsangiz, xotinimni aldab tortib oldi deb ustingizdan arz qilaman. Uningdan boshqa yana Shimazakining qizi bilan bo'lgan munosabatingiznimi? Otaki efendi. Bunun oldida menga bek o'shiqchilik qilib ketdingiz. Biroq sizdan hisob olish niyatida bo'lmadim. Agar siz haqiqiy ahvolni Shimazakining qiziga oshkorlab qo'ydigan bo'lsangiz, sizning rosa adabingizni beraman.
Siz bir tepki yanada turib, kishilarga tehdit salmoqchimi? Men bir oddiy puhralik salohiyatim bilan sizni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Otaki efendim, ikkimiz ilgari oxir bo'lib bir ayolni o'zimizga jo'ri qilgan. Peshonimizga shundoq putilib tikan. Shimazaki bilan hozirgidek kishini bezor qiladigan munosabat bog'lashga majbur bo'lishimmi? Taqdirning qismati. Biroq bu avlodlarimizning taqdirini o'zgartirishga huquqimiz bor deganlik emas. U 3 boladan hech qanday saballik o'tgani yo'q. Yizmiko. Doktorxonadan chiqqanligingni tabriklayman. Rahmat sana. Akiko achamdagi ketdi. Bir ish bilan sirtga chiqib ketdi. Amsa bolalar bilan ko'rishib chiqay. Bu qog'oz turunlarni Naoko sizning salomatligingizning balduroq asli kelish uchun qatlab chiqdi. Onun shuncha ko'p qog'oz turunni ko'ngil qo'yib qatlab chiqqanligini ko'rib, Naoko'ga ularni sizga olib berishni aytgan edim. Biroq bu nodon qiz. Man. Dada. Onun buni sizga nima olib berganligini bilamsiz, ha? Sizning uni akangiz uchun olib deb gumon qilib qolishingizdan ansirdi. Dada. Yizmiko, ishonma. Yizmiko. Tepki efendi. Gapni ochiq qilishaylik. Siz Shimazakiga qo'l tekkizdingizmi? Shimazaki sizga nima dedi? U buni berib chiqib ketdi. Ko'rib boqamsiz. Hajatsiz. Uning mazmuni menga ayon. Ondaqda Shimazakini urganligingizga aqrakensizda. Uni urganligim rost. Nemishqa? Xeynining ish to'g'riliq udingizmi? Bu ishni bu yerda aytqim yo'q. Amsa boshqa so'zlaylik. Hajatsiz. Mayli men o'zimni qandoq aqlamay, uningga qo'l tekkizganligimda iborat faktni o'zgartirmayman. Ondaqda buni bevosita mushtirlardan kelgan xat sahifasiga bossaq bo'ldi ekan-da. Nima bo'ldi? Bir ishdan xafa bo'lib qoldingizmi? Darli tamoq berib keldim. Naoko mening doktorxonadan chiqqanligimni tabriklab, nurg'un qog'oz turini qatlab chiqibdi ekan. Ben xushal bo'lib ketdim. Onun rahmat aytqili berib edim. Biroq qiliqi odam. Shimazaki, o sizga nima dedi? Men onundan baq qo'rqaman. Neymişqidir onu ko'zimla bütün a'zoyimni titrab bisib ketadi. Yizmiko. Meni kechiring dada. Hey, Yizmiko. Manzilga boradigan yo'l to'limi yiroq edi. Vaqtincha hech nimadan bexabar yurayotgan qon qarindoshlar ba'zida angliq yoki ansiz holda o'zaro yiqilishib, bir-birini o'ziga jalb qiladi. Biroq Yizmiko o'z dadasini ko'rsa bir xil vahima va bezorlik his qildigan bo'lib qoldi. Nobuto Shimazaki bilan Yizmikoni tutashtiradigan yo'lning ko'z yetkisiz yiroq va mushkul ekanligidan qayg'urmoqda edi. Tekshiribsiz, Taftish efendi. Men shikoyatnoma yozmoqchi edim. Tekshirish materiallarini bersangiz bo'pti ekan. Ma'qul, retlab bering. Men ilgari jinoyat o'tkazib turmada yotgan. Lekin jazo muddatini yavaşlık bilan to'shqizib, bu yil ehtiyozda qo'yib berilgan edim. Men o'z nasibamga shukr qilib, halol mehnatimga tanib kun kechiryapsam, biroq yaqinda hech bir sababsizlar meni urdi.
O adam tepçi əməldar boğaşqa, mən bu xorluqı zadı çidiyalmadım. Gerçi mən ilgiri cinayet ötküzgen bolsam o. Lekin başqalarının hədislə urub tillap, açığını çıqırıb alıdığan dumbuq əməz. Qarış tərəf tepçi əməldarı boğalı quşula dərdimni içim yutub yürüsüm gerek mi? Siz qandaq oylavatsız. Xat yazğan kişi axırığa ES deb imza qoyubdu. Adam urğan təpis əməldarını İgrik deb atapdı. Onun İgrik degini Yoshino. Is degini Eiji Shimazaki. Bu gəpçi o sizkənsiz də. Şundaq. Onu davatqanı mən. Şomu iş boldu mu? Qılan işinizni qarang. Siz degan vazifə ötəvatqan təpis əməldar emasmı? Sizga nurg'un avarchilik deb beribdiman. Meni kechiring. Ayıplash oldida turayotgan Diloga boshqa muvofiq odamdan birini belgilasiz. Uzoqdan buyon men qilgan g'amxo'rligingizga rahmat. Tepçi efendim, hiç düşünemedim. Vazifenizden neymiş istifa edersiz? Chunki men tepsi xodimlari qilishga tegishli bo'lmagan ish qilib qo'ydim. Buningdan boshqa chora yo'q. Tepçi efendim, bizning qarshimizcha siz ochiq oshkora ish qilgan. Mosh ish uchun vazifenizda istifa berish ojizsiz edi. Rahmat sizga Yizaki. Yaxshi ko'nglingizni hargiz unutib qolmayman. Siz bilan hamkorlashishga yangidan tayinlangan odamga menga yordam qilgandek yordam qilishingizni umid qilaman. Necha yildan buyon menga oz yordam qilmadingiz. Rahmat sizga. Onun qimmatlik yoshlik bahori mana mushu hayvatlik qal'at o'tgan. Bu ya onunğa hem xo'shallik hem qayg'u hasrat elib kelgan edi. Amdilikda o bu yerdan ko'zi qiymagan holda ayrilishga majbur bo'ldi. Ağlısın vazifenizden istifa beripsiz. Bu rostmi? Istifa berish dokumentimni hozirla topshirib berib chiqdim. Mush ish uchun shunday qildingizmi? Bir sababi shu. Yana qanday sabablar bor? Qani ayting. Buning siz bilan hech qanday aloqasi yo'q. Biroq men sizning xotiningiz bo'lgan-ku. Lekin hozir siz Otaki apandining xonimi. Xonim, necha kunning yog'i nalarda yurdingiz? Kichik bolalaringizni uyga tashlab qo'yib, qayerga yo'shirinib oldingiz? Bir do'stimning uyiga berib turdim. To'g'ri qilmabsiz. Darhol uyga qaytib keting. Xonim, meni bir qitim bo'lsa-mu Ishikaniko deb chaqirsangiz qandaq? Men haqiqatan o'sal ona. Biroq Otaki Yumiko degan ism bilan yashashga haqiqatan chidg'ichiligim qolmadi. Esimga ma'lum. Bolamizning ishida oldingizda eskilanmayman. Sizdan yan xotiningiz bo'lishni talab qilishim salohiyatim yo'q. Biroq bu yerda ikkimizda turibdik. Shunga meni bir ig'iz Ishikaniko deb chaqirishingizni o'tinaman. bo'lmaydi.
Xonim. Hozir o'zimning qizimni Yezmiko deb chaqiramoqman. Darhol uyga qaytib keting. Ikki kichik bolangizni qishig'i bering. Onadan ayrilishning bola uchun naqadar yolg'izlik, zerikishlik elib keladiganligi sizga mendunmi bekrak ayon. Taqdir tarafidan ayirib etilgan bu er-xotinlar ko'ngli o'tlarning tutishi bilan yolqinjayotgan muhabbatini kuchining berishi tizgilamoqda edi. Dadam vazifasini istifa beribdimi? Ha, yolg'on, cho'qim yolg'on. Rasul istifa beribdi. Yezaki efendi telefonda shundoq dedi. Alishimcha, gazetda mushterdan kelgan bir parcha xat besilibdi-dak. Gazetda? Ha, telefonni qo'yibla gazetni axtarsam, Rasul shundoq bir parcha xat besilibdi. Dadangiz bormi? Heli xatni o'qidingizmi? Dadangiz bek obdan ish qilibdi. Na o'qi. Bu chaqqicha dadangiz meni tillasimi, ursimi chidab kelgandim. Men uning dadamni nimishqa o'ltirganligini uqdim. Biroq sizni yaxshi ko'rdiganligim, uning sizning dadangiz bo'lganligi uchunla dadamning qotili mening ashaddiy dushmanimni yanala hurmatlab keldim. Biroq bu qitimqisi o'xshamaydi. Dunyoda dadangizdan rezil odam bo'lmasa kerak. Oldingizda bundoq demasam bo'ladi. Biroq meni baqqan dadamga bundoq rezil vosita bilan ziyonkashlik qilgan ablahni hargiz kechirmayman. Naoko. Dadam vazifasidan istifa berdi. Men o ablahdan hisob olmay qo'ymayman. Dadam uyda yo'q. Rastili yo'q. Dadamning qilgan ishi uchun oldingizda noma'qul bo'lay. Uni afu qiling. Siz nimishqa uning qizi bo'lib qolgan bo'g'iytingiz. Bu gapcha Toshisoki ketdi-da. Bearam bo'lgan siz aqachon. Uning pek ochiq ketdi. Buni tushunaman. Shimazaki dadamga o'zim nafratlanmayman. Unda qilmang, unaga nafratlanmang. Dadam, Gapimga quloq seling. Shimazakining menga o'chmanlik qilishining sababi ko'p taraflamlik. Buningga siz bilan Yezmikoning ishi va Toshisokining ishidan boshqa, yana Toshisokining dadasining ishi mo sabab bo'lgan. Biroq uning tish tirnog'igacha nafratlandigini dal davlat. Davlat. Shundoq. Yaponiya davlati.
Mana mushu davlat bir mahal kishilarni urush patqig'iga so'rab kirgan. Shimazaki meni mushu davlatning huquqining simvoli deb qaraganligi uchunla menga o'chmanlik qilmoqda. Men buni to'nib yetib, bundaq simvoldan voz kechishni aytib keldim. Men o'z maqsadimni ishga oshira olamdimi yo'q bilmayman. Lekin bütün kuchimni ishga selib, uning bu xil o'chmanlik psixologiyasi bilan bir maydon ilishib ko'rmoqchiman. Buning uchun har qanday qalpoqni cho'rib o'tib, uningga o'xshash hech qanday oq tergi yo'q. Odatdagi bir odam sifatida uning bilan hayot mamotlik ilishmoqchiman. Bundan keyin men Shimazaki bilan ro'bro turib ilishiman. Bu ishga Toshisoki bilan ishga so'rab kirishni xohlamayman. Naoko, siz Toshisoki'den endish qilsangiz bo'ladi. Dada bir-birini chin qalbidan suydigan bu ikki yoshni hargiz ayirib etmaslik qaroriga kelgan edi. U o'z muhabbatining barbod bo'g'inligidan beorom bo'layotgan yana bir qiziga tasalli berish va uni muhofazat qilish uchun uni o'zining otaliq mehridan bahramand qildirmoqchi bo'ldi. Ras. Shundaqmi? Shundaq. Buning hammasi ras, Toshisoki. Undaqda Naoko. Shundaq. Shimazaki Naoko mening haqiqiy qizim bo'ladi. Hozir bu uyda turayotgan Yezimiko bo'lsa, Shimazakining qizi. Toshisoki, men sizni ishonishga bo'ladigan o'g'il bola deb qarab, bu sirni sizga aytib beryapman. Bu ikki qizdan qaysini yaxshi ko'rishni o'zingiz bekitishingiz kerak. Lekin sizga shuni aytib qo'yayki, Shimazakiga qancha o'ch bo'lishingizdan qat'iy nazar, Yezimiko'ga o'chmanlik qilsangiz bo'lmaydi. Buning siz uchun tas kuchishdiganligi menga ma'lum. Biroq shaxsiy adovatdan iborat bu to'solg'i tomdan halqib o'tishingiz kerak. Yezimiko'ga singlingiz o'rnida bo'lsa-mu, chin dilingizdan kuyunishingiz kerak. Bo'lamdi. Mushunda qila olamsiz. Siz burunmi Shimazakini apu qilib, uning qizi bo'lgan Naoko bilan yaxshi o'tishgan-ku. Siz buni qila olasiz. Meningcha, cho'qim qila olasiz. Bu yer nima hava qilib o'tirsan? O nima? Ha? Bu. Aslida ikkinchi sotning chaqiriq qog'oz ekan-da. Yoshino degan ablah meni turmay qamatib etmigicha tenim topmaydigan o'xshaydi. Yoshino dadam. Teptish amaldorlik vazifasidan istifa beribdi. Bu yerda jamba qamaganda oqchan. O o'zi istifa beribdi. O'zi istifa beribdi. Ondaqda uning qishig'i berib, uning toza obdan tasalli bersang bo'larmikin? Men o'z maqsadimni ishga oshira olamdimi yo'q bilmayman. Lekin bütün kuchimni ishga selib, uning bu xil o'chmanlik psixologiyasi bilan bir maydon ilishib ko'rmoqchiman. Uning bu xil o'chmanlik psixologiyasi bilan bir maydon ilishib ko'rmoqchiman.
Meni burilla. O'lib ketgan bo'lsa, bo'ptikan deb o'ylayotgansan Aqjon. Dada. Bundan keyin davomliq siz bilan birga turaman. Biroq, Naoko. Men seni o'z dadam emas. Sen mening o'z qizim emas. u gerçi tasodifiy olmishib qolgan dada bo'lsa-mu, lekin Naoko'ning uningdan ayrilib ketishga ko'ngli unmaydi. Hamma yoq tun jimjitligiga cho'mdi. Qizning qalbi tunji muhabbat ishqida o'rtanmoqda edi. Hozir qaytirib ulgura alaysiz. Bizga qaydab yurmay, ispas surash doklatingizni qaytirib oling. Onda cahillik qilmang. Bundan keyin qanday qilay deysiz? Ish qilib odamga hayotlik yo'li tepiladi. Shimazakining dilosiga ko'proq ko'ngil bo'lib qo'yasiz. Jinoyat hamon jinoyat. Biroq odil yakun chiqarishingizni umid qilaman. Yamaguchi efendi kim bo'ladi? Sizga telefon. Ha, bu men. Nima? Ha. Shundaqmi? Tushundim. Shimazaki qochib ketibdi. Qizingizmi? Billa qochibdi. Dada. Naoko bu xatni qoldirib ketib qopti. Xayr xo'sh dada. Bu so'zlar orasiga qizining qonchilgan murakkab hissiyoti yo'shiringan ha. U o'z dadasidan so'ygan yordan ayrilib yiroq joylarga ketib bormoqda edi. Issiq shamol yuziga urib turardi. Yozning tomuz kunlarining biri edi. Oldirib ko'chaga chiqib Shimazaki bilan Naokoni izlaydi. Kutilmaganda Naokoning nima ketganligini bildigan Yomiko bilan uchrashib qoladi. Otaki Masami ularni ko'rib qolib qattiq g'azablandi. Izimiko xato oldi, Yomikoni o'zining onasi deb qoladi. Nobuto bilan Yomiko haqiqiy ahvolni tushuntirishga amalsiz qoladi. Bu chaqda sovuq yemakliklar do'konda ishlayotgan Naokoning kulimsirgan chiroyi Nobuto uchun birdan-bir tasalli bo'ladi. Keyin kishilarning tafsilotini o'qimoqchi bo'lsangiz, 21-qismini ko'ring.